olamiz. Shu kunlarda yurtimiz mahallalar yoshlar o'rtasida o'tkazilayotgan 5 tashabbus olimpiadasi doirasida futbol va mini futbol bahslari Toshkent viloyatida ham yuqori darajada o'tkazilmoqda. Belgilangan dasturga asosan ushbu saralash bellashuvlarida 1025 ta mahallaning futbol jamoalari saralash bosqich musobaqalarida ishtirok etishmoqda. Eslatib o'tamiz, dastlabki o'yinlarda 16 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yigitlar futbol va mini futbol yo'nalishlarida o'zlarini mahoratlarini sinovdan o'tkazishmoqda. Ayni kunlarda Nurafshon shahar sport maktabida shahar mahallalar yoshlari o'rtasida mini futbol bahslari yuqori darajada o'tmoqda. Ushbu musobaqalarda shaharning 4 ta sektoridan shakllantirilgan 22 ta mahallani 22 ta o'g'il bolalar jamoalari g'oliblik uchun bellashmoqda. Har bir uchrashuv murosasiz bahslar ostida davom etmoqda. O'tayotgan bellashuvlarda Qumariq, Begantepa, Obod futbol jamoalarini qo'lga kiritayotgan yutuqlari salmoqli bo'lmoqda. Mini futbol bahslarida 176 nafar yoshlar ishtirok etib, o'z omadlarini sinovdan o'tkazishyapti.